sizning yuragingiz uchun eng foydali meva. Bu meva hammaning xonadonida bor, faqat siz bilmaysiz bu mevaning organizmingiz uchun, ayniqsa yuragingiz uchun qanchalik foydali ekanligini. Bu meva yurak-qon tomir kasalliklariga chalinishingizni oldini oladi, qon tomirlaridagi ortiqcha blyashka, xolesterinlardan tozalaydi. Qolaversa, ichaklaringiz uchun tabiiy kletchatka hisoblanadi. Bu mevada temir moddasi ham bor. Bu mevani kechki paytgacha 2 dona iste'mol qilishingiz kifoya. Bu antioksidant meva olma. Olma siz uchun foyda, lekin yurak kasalliklarini butkul davolab bera olmaydi. Agar yuragingiz bilan muammolar bo'layotgan bo'lsa, sizga kardiokontrol yordam beradi. Buning tarkibida uzum ekstrakti, limon sharbati, namatak, o'rik sharbati, xullas yurak-qon tomir ishemik kasalligini oldini oluvchi hamda qon tomirlar devorini mustahkamlab beruvchi xususiyatiga ega. Agar yuragingiz bezovta qilayotgan bo'lsa, izohlarda yurak so'zini yozib qoldiring.